Hamma narsa hali aytishadi-ku, tayoqning ham ikkita tomoni bor. Qattiq urib yuborsang, o'zingga kelib uriladi. O'sha muvozanatda ushlab turish kerak bo'ladi. Bu yerda hamma dorini o'zini joyida ishlatsangiz, o'zini qancha vaqt ishlatish mumkinligi bo'yicha rioya qilinsa, to'g'ri tanlansa, shu antibiotik ham kerak bo'lgan vaqtda ishlatish kerak. Lekin bular bo'lmasga antibiotiklarni ishlatish, ularni katta dozada o'zini bolani yoshi yoki o'sha katta odam o'ziga ham kerak bo'lgan dozadan oshirib yuborish yoki uni ishlatish muddati bor hammasini. Masalan, har bir antibiotik kasali bemori ahvoliga qarab bir haftadan masalan 5 kunmi, 7 kunmi, eng ko'p bo'lsa 10 kungacha ishlatish mumkin bo'ladi. Undan ham oshirib yuborishi mumkin. Bunaqa paytlarda albatta jigarga ta'sir qiladi. Shuning uchun har bitta narsani hisobga olib, albatta bemori ahvolini kuzatilib, uni hisobga olingan holda, holatini hisobga olingan holda ishlatish kerak bo'ladi.